60 soniya vaqtingizni olaman va bu videoni boshqalarga tarqatishda yordam bering, chunki olimlarning xulosalarini taqdim etmoqchiman hozir. Kasal bo'lganingizda og'ir holatlar kuzatilmasa, dori-darmon vositalari, kimyoviy preparatlar qabulini to'xtating. Vaziyat og'irlashgandan so'ng reanimatsion muolajalar paytida inson hayotini saqlab qolishda ular bizga yordam berishi mumkin, lekin boshqa payt yengil vaziyatlarni o'tkazishda kimyoviy preparatlarga o'tirib qolishining oqibati og'ir bo'lishi to'g'risida olimlar o'z xulosalarini taqdim etishdi. Bozorlarda sotilayotgan tabiiy giyoh vositalarini qabul qilish, kompot qilib ichish yoki kunlik ratsiondagi yog' mahsulotlarini almashtirish, ayrim muolajalar bor, arzimagan pul turadi. Aytaylik, 1 yilda 2 marta hijoma olish yoki zulikdan foydalanish kasal bo'lmagan holatingizda ham sizning hayotingizda kasallikka chalinish foizlarini kamaytiradi. Undan tashqari, kayfiyatingizning doimiy yaxshi bo'lishi, stressdan uzoqda bo'lishingiz umringizni uzaytiradigan eng muhim omil. Lekin hech qachon farm bozorining pul manbaiga aylanib qolmang. Chunki katta monopoliya va mafiyalar tomonidan boshqariladigan tizim sizni doriga o'tkazib qo'yish uchun ishlaydi. Uyingizda bad bo'lsin, vitamini komplekslar bo'lsin, turli choralar bo'lsin, ammo kimyoviy preparatlar sizning sumkangizda yurmasligi kerak. Uning o'rnini bosadigan tabiiy vositalarni qo'llang va ushbu videoni boshqalarga maksimal tarqatib qo'ying. Yuqoridagi xulosalar ular uchun